Har kuni yuzlab yurtdoshlarimiz mehnat qilish maqsadida xorijga yo'l oladi. Ammo yangi ish o'rni umidi bilan boshlangan safar ba'zan huquqiy muammolar, aldov yoki hujjatlardagi xatolar sabab jiddiy qiyinchiliklarga aylanishi mumkin. Shuning uchun safarga chiqishdan oldin ishonchli axborotga ega bo'lish va o'z huquqlarini bilish har bir mehnat migranti uchun juda muhim. Ayniqsa, Rossiyaga yo'l olayotganlar uchun. Aynan shu maqsadda Barqaror hayot ijtimoiy ma'rifat markazi mehnat migrantlari va ularning oila a'zolarini huquqiy va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihani amalga oshirmoqda. Loyihamizning maqsadi Markaziy Osiyo davlatlarida Rossiya Federatsiyasiga ishlash maqsadida ketayotgan fuqarolarimizni xavfsiz hayotini ta'minlashga oid targ'ibot tashviqot ishlarini amalga oshirishdan iborat. Bu borada loyihamiz doirasida faoliyat olib borayotgan yuristlar, konsultantlar tomonidan ketayotgan fuqarolarga yuridik maslahatlar, psixologik maslahatlar, u yerga borgandan keyin o'sha boshqa davlatdagi ijtimoiy madaniy muhitga moslashishda yuzaga keladigan muammolarni yechimiga qaratilgan ishlardan iborat. Bugungi kunga qadar Rossiya Federatsiyasiga uchayotgan 10 milliondan oshiq fuqarolarimiz o'rtasida konsultativ va informativ ishlar tashkil qilingan. Loyiha doirasida mehnat migrantlariga migratsiya qonunchiligi bo'yicha huquqiy maslahatlar beriladi, turli huquqiy masalalar yuzasidan bepul yuridik yordam ko'rsatiladi. Shu bilan birga, xorijda ishlash jarayonida turli ruhiy bosimlarga duch keladigan fuqarolar va ularning oila a'zolari uchun ruhiy maslahat xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, aksariyat muammolarning oldini safardan avval to'g'ri ma'lumot olish orqali bartaraf etish mumkin. Ularda asosan uchrab turadigan muammolar Rossiya Federatsiyasidagi qonunchiliklari, tushunmovchiliklari. Ya'ni u yerda agar mabodo aytaylik urushga olib ketish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bularni qanday bartaraf etish mumkinligi va kimlarga murojaat qilishligi mumkinligi haqida tushunchalar beramiz va kerakli raqamlarni beramiz. Ya'ni bizni yuristlarimiz Rossiya Federatsiyasida ham bor. Ularga raqamlarni berib, ularga kerakli vaqtlarda aloqaga chiqib, bemalol yuridik ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Loyiha nafaqat huquqiy xizmatlar ko'rsatish, balki aholi o'rtasida xavfsiz mehnat migratsiyasi madaniyatini shakllantirishga ham qaratilgan. Shu maqsadda Surxondaryo, Qashqadaryo, Namangan viloyatlari va Toshkent shahrida har oy axborot tashviqot tadbirlari tashkil etilmoqda. Shuningdek, har oy kamida 1500 nafar mehnat migranti va ularning oila a'zolari huquqiy hamda psixologik konsultatsiyalar bilan qamrab olinishi rejalashtirilgan.